Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va obunachilar. Bu video rolikim yaqinda 1-may kuni Toshkentda Humo Arenada Octagon 86 MMA turnirining jangida hamyurtimiz o'zbekistonlik Og'abek Saturn va Kamil Karatening jangi haqida bo'ladi bu video rolikim. Avvalambor shu kanalimga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimga obuna bo'lsangizlar bu kanalda keyingi chiqadigan qiziqarli videoroliklarni ko'rib borasizlar. Kanalimni, videoroliklarimni yaqinlaringiz, tanishlaringiz, do'stlaringizga tavsiya qilinglar. Videolar yoqsa like bosinglar, kommentariy yozinglar. Kanalimdagi videoroliklarni oxirigacha tomosha qilinglar. Ilohim hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu jangda 3 raundlik 5 minutda 3 raundlik jangda hamyurtimiz Og'abek Saturn Odilxon qo'lidan jarohat olganligi sababli Odilxonning o'rniga chiqdi. Bu jang o'zi Odilxon bilan Kamil Karatening o'rtasida bo'lishi kerak edi, lekin Odilxon jangdan oldin qo'lidan travma olgani uchun chiqa olmadi. O'rniga Og'abek Saturn chiqdi va bu jangda yaxshigina qarshilik ko'rsatdi. Kamil Karatega qiyinchilik tug'dirdi. Og'abek Saturn yaxshi urushdi. Hamyurtimiz Og'abek Saturn ukamiz Qashqadaryolik. Keyingi janglarda Og'abek Saturnga omad tilayman. Lekin afsuski bu jangda hakamlar boshqacha qaror qabul qildilar va g'alabani Kamil Karatega berdilar. Lekin Og'abek Saturn yaxshi urushdi. Bu jangda nima deymiz? Hakamlarning qarori shunday bo'ldi. Kamil Karatega g'alabani berdilar, shunday bo'ldi. Og'abek Saturnga hech qisi yo'q, endi keyingi janglarda g'alaba tilab qolaman. Faqat agar mabodo revansh bo'ladigan bo'lsa, Kamil Karate bilan bu safar Og'abek Saturn ukamiz yutadi Kamil Karateni deb o'ylayman. Mabodo revansh jang bo'ladigan bo'lsa Kamil Karate bilan yutishiga tilakdoshman Og'abek Saturnni o'sha revansh jangda. Va bu jangda, bu turnirda yana Fazliddin Karim Madrahimov tojikistonlik va Muhiddin Mamajonovning o'rtasida ham face to face bo'ldi. Bularning trilogiyasi ham bo'lishi kerak. 13-iyunda bo'ladi, xudo xohlasa. Bularning ikkita jangida bittasida Fazliddin Karim Madrahimov yutgan edi Muhiddin Mamajonov hamyurtimizni. Keyingi ikkinchi jangda esa durang natija qayd etilgandi. Endi 3-jang bo'lishi kerak va Muhiddin Mamajonovga g'alaba tilab qolaman shu 3-trilogiya jangida. Fazliddin Madrahimov bilan bo'ladigan jangda Muhiddin Mamajonov hamyurtimizga ham g'alaba tilab qolaman. Keyingi janglarda ularga ham faqat omad tilayman Muhiddin Mamajonovga. Va boshqa MMA jangchilarimiz O'zbek Tyson, Jasurbek Tyson va boshqa Bobur Abdulazizov, Amirxon Xo'jayev, Mahmud Murodov, Nursulton Ro'ziboyev, boshqa O'zbek MMA jangchilarimizga keyingi janglarda faqat omad tilayman. Hammasiga omad, keyingi turnirlarda, keyingi janglarda omad tilab qolaman. Hammasiga yutishlarini tilab qolaman. G'alaba qozonishlarini tilab qolaman. Bundan tashqari o'zbekistonlik futbolchilarga ham kelayotgan iyun oyida bo'ladigan Amerika, Kanada, Meksikada bo'ladigan jahon chempionatida ham, futbol bo'yicha jahon chempionatida ham omad tilayman. O'zbekistonlik hamyurtlarimizga, futbolchilarga omad tilayman. Shu musobaqada, shu jahon chempionati o'yinlarida ham yaxshi natijalar bilan yurtimizga yorug' yuz bilan qaytishlarini tilab qolaman. O'zbek futbolchilarimizga ham va MMA jangchilarimiz, bokschilarimiz Bahodir Jalolov va boshqa Shohjahon Ergashev, Isroil Madrimov va boshqa bokschilarimizga ham omad tilayman hammasiga. Bo'ladigan janglarda, keyingi bo'ladigan janglarda ularga ham omad tilayman. Yutishlarini tilayman hammasiga. O'zbekistonimiz sportchilarining hammasiga omad yor bo'lsin. Keyingi janglarida futbol musobaqalarida, jahon chempionati va MMA jangchilarimizga keyingi janglarida omad tilayman. Bokschilarimizga boks janglarida omad tilayman hammasiga. Hammasi ota-onasini baxtiga sog' salomat bo'lsinlar, yaqinlarini baxtiga.
va biz muxlislarni baxtiga hammasi sog' salomat bo'lsinlar, o'zbegim sportchilari hammasi iloyim. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimizni yomon ko'zlardan Alloh taoloning o'zi asrasin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari sog' salomat bo'lasizlar.